Ukam bu yerda nima deding? Mirobod Avenue dedingmi? Gold Avenue, okey. Ha, bu Mirobod Avenue. o'zing olasan. Bu yerda nima qilasanlar? Muttami okey, kartoshka ekamiz. Ya seriously so'rayapman. Tilla olamiz okey bu yerda. Brilliant tillalarni olib qolamiz odamlardan. Qimmat. Tilla nechi pul olasan misol-chi? Har xil tilla bor okey, misol 585 probadagi mandaqa izdelarni 800 mingdan 850 minggacha olamiz. 916 probadagi mandaqa sipochkalarni 1 million 250 mingdan olamiz. Qanaqa tilla bor edi okey? Mana nechi gram ekan? 2 gram ekan. Любой tillarni olasanmi? Любой tillarni olamiz okey, xudo xolisi. Yaqinda Misrga ketyapman-da. O'shani firavnlarning anaqasida tilla bor, olib kelsan olasan. Farqi yo'q okey. Turkiyadan olib kelsangiz ham olaveramiz. Madagaskardan olib kelsangiz ham olaveramiz. Любой tillarni olasan, to'g'rimi? Bo'yni olamiz okey. Ha, tilla degan og'aynim bor-da, o'shan gram nechi bilan olib qola olasan? Tilla degan og'ayningiz olib qola olmaysiz okey. Mana bunaqa izdelarni olib qola olmaymiz okey. Tilla degan qilish kerak-da, desva qilish kerak. Tilla olaman deganiga olish. Odamni aytyapsiz, siz menga okey. Mana bunaqa tillarni aytma. Mana bunaqa tillalarni olaman, sizga ko'rsatdim okey. Любой tillarni olaman dedingmi? Любой mana bunaqa tillarni olaman dedim okey. Mana bunaqa tilla demading, любой. Sizga tushuntirib aytdim 585 916 309 deb okey. Albatta, etik keling to'y bor edi, bir kekin taxgasan. Qaytarib berasizmi okey? Ha, qaytarib beraman. Steyashi, nima qilib o'tirsan bu yerda? Qani yoqqa bor mashinaga qara. Hamma yoq probka bo'lib ketdi-yu. Ha, uzr, uzr. Agar sizlar ham mana shunaqa tilla buyumlarni qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Gold Avenue to'g'ri tanlab.